Alloh taolo o'lim farishtasidan so'radi: ey o'lim farishtasi, biror marta insonni jonini olayotganingda yig'laganmisan? Shunda o'lim farishtasi dedi: bir marta kuldim, bir marta yig'ladim va bir marta qo'rqdim. Alloh undan so'radi: qachon kulding? U javob berdi: bir kuni bir inson jonini olish uchun borganimda uni poyabzalchining oldida topdim. Bu poyabzalchiga bu poyabzalni puxta yasagin, kelasi yili ham foydalanmoqchiman dedi. Men kuldim va u o'sha poyabzalni kiyishga ulgurmasidan jonini oldi. Alloh so'radi: qachon yig'lading? U dedi: bir ayolni jonini olgani borganimda yig'ladim. Kimsasiz sahroda topdim. U farzandini dunyoga keltirayotgan edi. Men u farzandini tug'ishini kutdim. So'ngra jonini oldim. Shu sahroda yolg'iz qolgan go'dakning faryodidan yig'ladim. Alloh so'radi: qachon qo'rqding? U dedi: bir olim zotning jonini olgani yuborganingda qo'rqdim. Uning oldiga borganimda xonasidan ulug' bir nur taralayotganini ko'rdim. Unga yaqinlashganimda o'sha nurdan qo'rqib ketdim va qo'rqqan holda uning jonini oldim. Shunda Alloh dedi: sen nuridan qo'rqqan o'sha kimsa kimligini bilasanmi? O'sha sahroda onasining joni olingan va yolg'iz qolgan go'dakdir. Kuch va qudrat faqat Allohdandir.